Savollaringizga javob. YouTube kanalida qanday video sketch qilib olsa bo'ladi. Buning uchun sizlarga YouTube programmasi kerak bo'ladi. Mana bu YouTube'siz hamma bilsa kerak. Lekin mana bu programma yo'q. Bu programmani mening Telegram manzilim Og'abek TV dan sketch qilib olasizlar. YouTube'ga kiramiz. Masalan, men ma'lum footage podpiska ana sketch qilib olaman. Qilib olmoqchiman. Footage podpisчик. Ulashish. Save from ni bosamiz. Boya programma chiqqanda ustiga bossak, o'zi loading deb qidirib topadi. Mana bu do'stlar chiqdi. Sketch deb bosamiz. Mana bu bosamiz. Mana bu muvaffaqiyat. Bu boshqa programmaniki. Doblovet qiladi. O'zi tepasidan bu xabar keladi. Sketch qildi deb. Mana footage podpiska ikkita bosganim uchun ikkita sketch qilib qo'yibdi. Endi masalan ishonmaganlar uchun galeriyaga kiramiz, ko'rasizlar. Mana o'sha video. Mana o'sha programma. Bo'ldi, mana shunday oddiy savollarga javob. Asta-sekin o'rgata boraman.